Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi videomiz mana bu kichkina jajji shilliqurtlarimiz, ya'ni ampulyar shilliqurtlar. Demak, oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, xabaringlar bor. Katta shilliqurtlarim, ya'ni ikra qo'yadigan shilliqurtlarim aynan mana shu katta baklashkada katta bo'lyapti. Как раз mana ko'rishingiz mumkin, qora shilliqurtlarim ko'payish jarayonini davom ettirishyapti. Asosan mana shu shilliqurtim tuxum qo'yar edi, lekin bu safar boshqasi tuxum qo'ydi deb o'ylab turibman. Sababini ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rsataman bitta ekrani. Mana e'tibor beringlar. Bu ikramiz nisbatan oldingisiga qaraganda juda ham kichkina, ekrani o'zi ham razmeri juda ham kichkina hisoblanadi. O'ylashim bo'yicha boshqa yoshroq shilliqurtlarimiz ikra qo'yishni boshlagan, sababi mana ko'payib ham turibdi. Menimcha taxminim bo'yicha mana shu sariq kichikroq ampulyar shilliqurtimiz ikra qo'ygan deb o'ylayman. Endi bu ham taxmin, lekin eskisi qo'ymaganligi aniq. Sababi ikralarim juda ham kichkina. Chiqsa yo'q, yomon emas, ko'payishda davom ettirsin. Xudo xolasa yanada ko'payamiz. Endi bu ikramizni sekin ham konteynerga joylaymiz. Mana konteynerga ham joyladik. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa 2 haftalarning ichida sekin mana shu ikralardan jajji shilliqurtlarimiz yorib chiqadi. Mana bu atrofni ko'rsanglar, undan oldingi bir hafta oldingi yorib chiqqan shilliqurtlarimiz hamma joyda aylanib ovqatlanib yuribdi. Sababi ovqat beruvdim, to'planib maza qilib yeyishib yotibdi. Taxminim bo'yicha hozir bo'tdi, endi bilmadim, sanab chiqmadim sonini, bir 100 tacha shilliqurtni bolalari yashayapti, katta bo'lyapti. Endi xudo xolasa sekin katta bo'lsa sekin yana bularni ham ko'paytiramiz, sekin sizlarga ham agar qiziqadiganlar bo'lsa sotishimiz ham mumkin. Mana bu kichkinalari demak o'tgan hafta yorib chiqqan, yonida turgan mana bu kattalar bu endi taxminan 2 oycha bo'lib qolgan. Buni qo'yganim sababi ovqat berganimda baribir hali qolganlari kichkina bo'lganligi uchun ovqat qoldiqlari qolib ketyapti. Bu narsani yo'q bo'lmagandan keyin har xil parazit chuvalchanglar paydo bo'lib, suvni ifloslantirishga yanada hissasini qo'shyapti qaysidir ma'noda. Shuning uchun kattaroq shilliqurt, endi bu ham katta emas, aytganimdek demak 2 oylik bo'lgan xolos taxminan. Shu tozalash uchun qo'yib qo'yganman. Endi qolganlari katta bo'lib qolsa, uni tabiiyki boshqa nariga katta baklashga olib qo'yaman. Shunaqa gaplar. Hozircha shular. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Sog', salomat bo'ling. Xayr.